ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانك يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز قدر قيرنداشlar, aldı bilen Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durut salamlarımızı yollagandan keyin bugün yana sizler bilen Asmaullahil Husna, Allah'ın güzel isimleri hakkındaki programımızın bugün hesapta 5. sani, yani bugün isimlağa nispeten aytganda Allah'ın güzel isimlerinin ikinci isim Al-Quddus ismi bilen tanışıp ötümüz kadirli qeyrandaşlar. Al-Quddus. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Sure Haşr'de şundaq deydi. Huvallahu'l-lezî la ilahe illa huvel melikul quddûsus selamul mu'minul muheymin el-azîzul cebbarul mutekebbir subhanallahi amma yüşrikûn. Bu ayette Allah'ın El-Quddus ismi uçuq tilgə ilinğan ayet bu qadirli qeyrandaşlar. O şundaq Allah ki, biz hazır umumi Al-Quddus'ninki tövende dersimizde tefsili halette kirdiğallıqımız için umumi mənisini hazır bəməyimiz. Bir yerde Al-Quddus ismi tilgəlindi bu ayette. O şundaq Allah ki, qısqıcı mənisini birimiz ayetninki. O şundaq bir Allah ki, Ellezî la ilahe illa hu. Onundan başqa hiçbir ilah yok deydi Allah subhanahu teala. Onundan başqa hiçbir ilah yok. O El-Melik. Biz ötken saatlerdeki programımızda El-Melik hakkı bilen tanışıp, El-Melik ismi hakkında tanışıp öttük. El-Melik hakiki padişahtır Allah subhanahu teala. El-Quddus paktur. Biz faqatla bu neslinden söylep ötümüz. Keyin tefsilatıga, aklımızını hayran kaldırdığın tefsilatlarga kirimiz inşallah El-Quddus hakkında. Esselamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. Salametlik beğişliği, mu'min hatircemlik ata kılgıcı, bütün nesni kontrol kılgıcı, galip, el-cebbar, qahir kılgıcı, el-mutekebbir, en ali buğan, şundaq zat, şundaq ilahdır Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yüşrikûn. Allah subhanahu wa ta'ala onlardan şirik keltirgen nerselerden paktur deydi bu ayette. Yana Sure Cuma'da yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard el-melikil kuddusil azizil hakim. Bu ayette hem Allah'ın El-Quddus ismi roşan uçuq aşkara halette zikir kılınğan ayet. Allah subhanahu ve ta'alaga asmanlardaki ve zimindeki bütkül nerse, barlık nerse Allah'a tesbih eytidir. Allah şundaq ilah ki El-Melik hakiki padişah. Padişahlarının padişahı. El-Quddus pak, galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah subhanahu ta'aladır dedi. Biz bu mübarek isim bilen tefsili tunuştan burun bu yada biraz muqaddime üstüde bir narsani deyishimiz kerak qadirli qarindoshlar. Hammamizga ma'lum ki kainatda har qandaq bir narsa aldı bilen biz cemaat, yani kainattaki barlıq cansız narsalarni taş, şu bütün cansız bo'lgan cemaat ma'danlarni xiyolımizga keltirayli. Barlıq narsalar mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, ma'lum bir hajm, ma'lum bir o'rinni egallaydi. Uning uzunligi bo'ladi, kengirligi bo'ladi, egizligi bo'ladi deganda bu ma'lum ig'irlik, ma'lum o'rin va
qanday egiz pakaliq, egiz qisqiliq bu narsalarni egallaydi, har qanday narsa. Ammo o'simliklarga qaraydigan bo'lsak, o'simliklarmi ham ma'lum bir hajmni egallaydi. Dal daraxt, har xil gulgiya, uning ma'lum bir hajmi va o'ziga tushliq. Va u o'sidi. Uning bir ortiqchiligi jonsiz narsalarga nisbatan aytganda o'simlik o'sadigan bir ortiqchiligi bor. U ko'paydigan, o'rtiqinbak yo'g'inaydigan bunday ortiqchiligi bor. Hamda hayvonni misol olaylik. Har qanday bir hayvon. Mayli u kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, u hayvon ham ma'lum bir o'rinni egallaydi va u o'sidi va yana bir ortiqchiligi o'simlikka nisbatan nima desa, harakatlanadi. Harakat qiladi bu. Ammo inson-chi? İnsan ham mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, ma'lum bir o'rinni egallaydi. Uning bir o'ltiradigan bir o'rni bor. O'rinni o'ltirsa, bir ma'lum bir o'rin, ma'lum bir doirani egallaydi. O'sidi, cho'ng bo'ladi, harakatlanadi va yana bir ortiqchilik nima? Fikr qiladi inson. Fikr qiladi. Demak, qadrli qarindoshlar, bu nuqtadan biz bu misoldan nimani maqsad qilmoqchi deganda, inson o'zining fikrini, o'zining aqlini ishlatishdan to'xtatgan hamon qaysi vaqtda, qaysi sekunatda u o'zining aqli fikrini ishlatishdan to'xtatgan, shu sekunatning o'zidan boshlab u inson o'zining insoniyligini amaldan qoldirib, u nima desa, hayvoniy sohaga qarab mangan bo'ladi. Shu tarafga qarab qaytib ketgan bo'ladi. Chunki u o'zining fikr qilish, aql ishlatishdan iborat bu xususiyatini amaldan qoldirganligi uchun dedi. Shuning uchun kimning hayoti, qadrli qarindoshlar, uning hayoti yemak, ichmak, mayli u mubah bo'lamdi, joizmi, joiz emasmi, yashab, o'ynab, kulish, xizmat, pul tepish, bu narsalar bilan mashg'ul bo'lib, o'zini yaratgan zot haqida tafakkur qilmasdan, o'zini yo'qdan bor qilgan Alloh haqida fikr yurgizmasdan, nadin keldi, burun nada edi, hozir qayada va qayaga qarab ketyotdi. Uning eng muhim mangulik oqibati, oxiratdan iborat bu oqibatiga nimani tayyorlik qildi, nima qilishi kerak degan bu haqda tafakkur yurgizmagan, fikr yurgizmagan, aql ishlatmagan kishi u o'zining insoniyligini vayron qilgan kishi. İnsaniyligidan ayrilib, hayvoniy, shahvoniy sohaga qarab yo'l olgan kishidan iborat. Qadrli qarindoshlar, o'zi yaratilgan, biz bu fikr, aql ishlatish, fikr yurgizish xususiyati nima uchun berildi bizga? Nima uchun ato qilindi bizga? Demak, Alloh subhanahu va taolo ato qilgan, o'zi yaratgan shu maqsaddan boshqa narsaga, yoki u inson fikr yurgizishi mumkin, aqlini ishlatishi mumkin, lekin u inson aqlini ana shu o'zini yo'qdan bir qilgan Alloh haqida, oxirati haqida buningga fikr yurgizmasdan bu sohani butunlay yepib qo'ygan, boshqa sohada eng uchiga chiqqan aqli bo'lishi mumkin. Birinchi darajalik aql ishlatishi mumkin boshqa sohalarda dunyoligi uchun. Buningda aql yurgizsa ham nima desa, shu oxiratdan iborat Alloh haqida fikr yurgizishni g'afil qolgan muddatcha, g'afil qolgan sekunatdan boshlab u inson o'zining insoniyligidan chiqqan bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Ya'ni shunday bir misol keltirishimiz mumkinki, bir inson bir naiti ilg'or bir kompyuter setib oldi deb o'ylaydi. Naiti ilg'or. Dunyodagi eng ilg'or sifatlarga ega, ustunlarga, sistemaga ega bir kompyuterni setib oldi. Uning keyinda uning ichiga butun o'zi ehtiyojli bo'lgan eng muhim programmalarni qachiladi bunga. Qachilab bo'lgandan keyin bu inson buni, men buni hozir tomoq shira sifatida ishlataman desa, bu insonning qanchalik dot inson ekanligini bildirdi, qadrli qarindoshlar. Shunchalik muhim, nurg'un palon pul xashlab setib olib, uning keyinda eng muhim programmalarni qachilab uning ustiga. Uning ishiltish shuningga aloqador bo'lgan narsaga ishiltish kerak edi. Ammo uni tomoq shira sifatida ishiltaman desa, bu haqiqatan dotlikdan iborat, qadrli qarindoshlar. Demak, o'zining aqlini ishiltishdan qoldirgan, o'zini yoki bo'lmasa ishlatgan bo'lsa-mu, u aql yaratilgan narsadan boshqa narsada xizmat qildirgan, ishlatgan kishi o'zining insoniyligini amaldan qoldirgan va u insonning nafsida, u insonning hayotida shahvoniyligi, hayvoniyligi harakat qilayotgan inson bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Bu muqaddimani men nima uchun tilga oldik bu yerda? Bu muqaddimani nima uchun bu ismdan burun o'ttirib qo'ydik degan savol qo'yilsa,
Shuni bilib olishimiz uchunki qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizga, ya'ni insonga shundoq bir kuch-quvvat, shundoq bir ne'matni ato qildiki, u bo'lsa-mu quvva idrokiya, idrok qilish quvvati. Tushunish, idrok qilish quvvatini Alloh bizga ato qilganligi. Hamda bu idrok qilish quvvatini bizga Alloh ato qilibdi. Nimani idrok qilishimiz kerak? Nimani tushunishimiz kerak? Nimani bilishimiz kerak? Mavzu nima bu yerdagi? Maqsad nima degan savol chiqadi. Savol bu yerda chiqadi. Qadrli qarindoshlar, shu dunyoda ilgari bir jurnalda shundoq tilg'ilingan ekan. Bu jurnalda shundoq tilg'ilinibdiki, koinotda, mush olamda, dunyoda bir kunda besilib chiqadigan, mayli gazet, jurnal, kitob, bu narsalar bo'lsin. Mush dunyoda bir kunda besilib chiqadigan narsani bir inson agar qattiq tirishib o'qiyman desa, butun vaqtini berib o'qiyman desa, 50 yildan kam vaqtda, 50 yildan oz vaqtda o'qib olmaydi degan bir tadqiqot natijasini bir jurnal tilg'ilinibdi. Demak, bu bizga nimani tushundir deganda, dunyoda, bu koinotda, olamda sanoqsiz, hisob tugitib olmaydigan darajada mavzular ko'p. Nurg'un mavzular bor atrofimizda. Shuning uchun inson, mu'min nimani olaman, nimani tashlayman, nimani o'qishim kerak, nimani o'qimasligim kerak deb bu fikr yurgizib tanlashi kerak bu yerda. Qaysiniga bakrak ahamiyat berishim kerak, qaysiniga sal qarashim kerak, qaysiniga chin esilishim kerak, tanlash kerak bu yerda. Ya'ni buni texnik ro'shanlashtirish uchun bir misol keltiraylik. Bir insonning uyida kutubxonasida pastdan yuqorigacha tomgacha to'g'risigacha lip-miliq kitob bor, kitob jihozlarda. Butunlay kitob bor, lip-miliq sadi. 4 tomning hammasi liq kitob bo'lgan. Bu inson bir qancha kundan keyin eng oxirgi hal qilg'uch bir imtihonga kirmoqchi. Bu imtihondan o'tsa, u insonning hayotidagi nurg'un ishlar, xizmatga erishish, yaxshi iqtisodiy turmushga erishish hammasi hal bo'ladigan bir imtihon. O'tsalam hamma ishi hal bo'ladigan bir imtihonga duch keldi deydi bir qancha kundan keyin. Bu insonningki shu kutubxonasida to'g'risi 4 tomning hammasi to'g'risiga kitob bo'lgan bir insonningki bir qancha kundan imtihon bermoqchi bo'lgan shu kitoblarning orasida bir kitob bor, imtihon beradigan, moddaga aloqador bo'lgan bir kitob bor. Demak, bu inson tabiiy holatda shu kutubxonadagi barliq kitobni qo'yib, bir qancha kundan keyin hal qiluvchi imtihonga aloqador bo'lgan shu kitobni o'qishi, shu darsni tayyorlik qilishi nihoyat tabiiy aqlli bir hukm bu hamda. Aqlli bir hukm. Agar uni ko'rmay boshqa bir narsani ko'rib yursa, bu insonning biroz kallasi dadi bor deganini bildirdi bu yerda. Shundaqmi, shunaqa emasmi qadrli qarindoshlar? Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga aql quvvatini ato qildi. Alloh aqlni yaratgan vaqtida shunday degan. Lamma xalaqallohu al-aql qala aqbil fa aqbal. Thumma qala adbir fa adbar. Qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan ahabbu ilayya mink bika u'ti wa bika akhuz. Alloh aqlni yaratganda shunday degan. Oldiga kel, 100 kel tur deganda ekan, u oldiga qarab keldi dedi. Keyniga yan dedi, keyniga yandi. Dediki, izzetim ve jalalim bilan qasamki, izzetim ve ulug'lig'im bilan qasamki, men uchun sendin bakrak suyumli kerak bir narsa yaratmadim dedi. Sendin bakrak suyumli narsa yaratmadim. Men sen bilan beraman, sen bilan olaman dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, koinotdagi Allah yaratgan eng ulug' narsa, eng katta narsa nima deb savol so'rilib qolsa, shunday deymizki, aql deb javob beramiz qadrli qarindoshlar. Chunki bu bizning mukallaf bo'lishimizning sababi, asosi bu. Agar aqlimiz bo'lmagan bo'lsa-chi, Alloh subhanahu va taolo bizni hech bir narsaga mukallaf qilmagan bo'ladi. Hech bir narsaga taklif qilmagan bo'ladi. Aqlimiz bo'lganligi uchun, aql bo'lganligi uchun bizga shariat takliflari, hamma taklifotlar aqlli insonga beriladi. Aqlsiz insonga berilmaydi qadrli qarindoshlar. Va aql shunday yana nima desa, Alloh subhanahu va taoloni Robbimizni tunishimizning vositasi aql. Bu bo'lmagan bo'lsa tunyamaydi qadrli qarindoshlar.
Shuning uchun biz ilgirki darslarimizda so'zladik qadrli qarindoshlar. Masala chatoq nada degan nuqtada shunday so'zladik. Ha? Chatoq nada? Masala nima? Unda qo'ysa butun insonningki nafsi, bu fitrati, tabiati bir tabiatlikkan. Tabiati bir ekan. Masala nadan chiqyotdi degan nuqtaga kelsak, masalan, har qanday bir Alloh subhanahu tabiat insonning barliq insonning tabiati o'xshash bo'lgan ekan, bir fitrati bo'lgan ekan. Har qanday Alloh subhanahu va taoladan yiroq har qanday bir inson agar Alloh subhanahu va taolani mu'min tunugandek Allohni tunisa, albatta u xuddi mu'min Allohga yuzlangandek Allohga yuzlangan bo'ladi. Har qancha Allohdan yiroq bir insonni o'ylang, tafakkur qiling. Agar shu Allohdan yiroq inson Allohni mu'min Allohni tunugandek tunugan bo'lsa, shunday yiroq yuramdi. Hargiz yurmaydi. Allohga yuzlanadi dedi. Har qanday bir inson agar Alloh subhanahu va taolani Rasululloh Allohni tunugandek tunugan bo'lsa, u qanday qiladi? Xuddi Rasululloh Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi Allohni. Demak, insonning nafsi, insonning tabiati bir. Masala nima edi? Dalil bunga dalil nima degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo deydi-ki: "Ya ayyuhan nasu taqu robbakumul-lazi xalaqakum min nafsin wahida va xalaqa minha zawjaha" ila oxir oyat. Ey insonlar, sizlarni bir tabiat, bir nafs, bir jon, bir xususiyat, bir tabiatdan yaratgan Robbinglardan qo'rqinglar. Buningga taqvodorlik qilinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, qadrli qarindoshlar, insonning nafsi, insonning tabiati bir bo'lgan ekan. Undaq bo'lsa, bu hayotimizda ko'rayotgan bu har xil bo'lishlar, har xil egizbaslik, xilma-xillik nimada deganda ilmda qadrli qarindoshlar, ilmda. Shuning uchun ulamolar shunday deganki, yaf'alul jahilu fi nafsihi ma la yaf'aluhu aduwwuhu bihi. Jahil o'ziga dushmani uningga qilinmaydigan narsani qilib soldi dedi. Jahil inson o'ziga keltiradigan ziyni dushmani uningga keltirmaydigan narsani o'ziga qilib soldi dedi. Demak, qadrli qarindoshlar, masala ilm masalasi, ma'rifat masalasi qadrli. Eng xatarlik bo'lgan nuqta, yana bir nuqta nima deganda, inson o'lim kelgan vaqtida, bu insonga o'lim kelgan vaqtida hamma narsani biladi. Bütün onunğa g'uva qilib qolgan narsaning hammasi ichilib ketadi. O'lim kelgan vaqtida. Har qanday natija. Haqiqatni aynan ko'radi o'lim kelgan vaqtida. Barliq pardalar, barliq hijoblar ichilib ketadi. Bu haqiqatni Fir'avin ham ko'rgan. Fir'avin xuddi Musa alayhissalom ko'rgan haqiqatni Fir'avin ham jon halqumiga o'lim kelgan vaqtida bilgan, ko'rgan. Lekin qaysi vaqt ko'rgan? Vaqti o'tib ketgandan keyin fursatni ketkizib qo'ygandan keyin ko'rgan qadrli qarindoshlar. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz zihnimizga uyib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, biz tunishga tegishlik bo'lgan narsani, bilishga tegishlik bo'lgan narsani munosib vaqtda bilishimiz kerak. Munosib vaqtda, mushu hayotiy dunyoda, mushu sog'lom vaqtimizda bilishimiz kerak. Bilishimiz kerak bo'lgan narsani munosib vaqtda, barliq shu atrofimizdagi yuqorida so'zlagandek sanoqsiz mavzu, sanoqsiz masalalarning ichidan cho'qim tanlab, eng bizga munosabatli bo'lgan, mangulik oqibatimizga munosabatli bo'lgan, Rabbimiz bilan o'zimizning o'ttirsidagi aloqaga munosabatli bo'lgan, eng muhim bizni ana shu Allohning oldida bizni qutqizadigan, eng muhim, eng nuqtaliq masalalarni tanlab, eng bizga aloqasi eng yaqin bo'lgan narsani tanlab turib, ma'rifatni bilishimiz, tunishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Endi bu yerda yangi bir savol chiqadi. Nima uchun Allohni tunishimiz kerak degan bir savol chiqadi. Ha? Nima uchun Allohni tunishimiz kerak? Acaba Alloh subhanahu va taolo bizning uni tunishimizdan behojat emasmi degan savol chiqadi. Allah deydi-ki: "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha lag'aniyyun hamid." Agar sizlar va zimindagi hamma kishi, zimindagi hamma maxluq kafir bo'lsa, kufrlik qilib kafir bo'lib inkor qilsa, shaksizki Alloh subhanahu va taolo lag'aniyyun hamid, albatta behojatdir. Ularning o inkor qilib ketishidan behojat Alloh subhanahu va taolo.
Sizning iymon etishingizga, yana bir nima qilishingizga ehtiyoj yo'q Allohningki. Bihojat, hamid, Allah butkul maqtashlarga loyiq, ajoyib maqtaladigan zotdir. Demak, bu oyatga asosan Allah bihojat emasmi? Nimishqa tunuymiz Allah subhanahu va taolani? Nimishqa bilishimiz kerak? Allah bihojat emasmi degan bir savol chiqadi. Yana Muslim rivoyat qilgan hadisda Allah subhanahu wa taala hadisi qudusida shunday deydi: "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a." deydi. Hadisi qudusi Muslim rivoyat qilgan. Ey bandalarim, agar sizlarning eng avvalinglar, ya'ni Odam alayhissalomdan tortib, va axirukum va sizlarning eng oxirqinglar, qiyomat ustiga turg'iziladigan eng oxirgi zamin yuzidagi eng oxirgi qilgan eng oxirgi inson va sizlarning insonlaringlar, jinlaringlar hammasi sizlarning ichinglardagi eng taqvodor qalblik, eng taqvodor, eng solih kishining qalbiga o'xshash shundoq bo'lib ketsa, u mening mulkim, mening saltanatim, mening podshohligimga hech bir narsani ziyoda qilib qo'ymaydi dedi Alloh subhanahu va taolo. Ey bandalarim, sizlarning eng birinjinglar, eng oxiringlar, insonlaringlar, jinlaringlar hammasi sizlarning ichinglardagi eng fojir, eng buzuq qalblik bir kishining qalbidagi shundoq fojir, buzuq bo'lib ketsa, mening mulkim, mening saltanatimdan hech bir narsani nuqson qilib kamaytib qo'ymaydi dedi Alloh subhanahu va taolo. Allah bizden ana shundoq bihojat qadrli qarindoshlar. Xo'sh, unda qo'ysa nima uchun Allohni taniymiz? Nima uchun Allohni bilishimiz kerak degan savol bu yerdan chiqadi. Javob shuki, min ajli an na'budahu. Uningga ibodat qilishimiz uchun. Ibodat qila olishimiz uchun, uningga haqiqiy shu Robbimizga loyiq ibodat qila olishimiz uchun bilishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Qandaqsiga bilmay turib ibodat qila olamizki Robbimizga? U Robbimizni tunimay turib qandaqsiga uningga yuzlana olamiz? Qandaqsiga uningga bosh ura olamiz Robbimizni tunimay turib? Inson hargiz va hargiz Robbini tunimay turib uningga ibodat qilishi mumkin emas. Uni tuniganda qila olamiz. Agar qilganda ko'ringan bo'lsa ham uning harakat tanarkatdan iborat ekan. U harakatdan boshqa narsa emas namoz o'qisin. Chunki uning ma'naviyati yo'q, quruq u. Nimaga qilayotganligini, qandoq Robbiga ibodat qilayotganligini, qandoq Allohning oldida turayotganligini bilmay turib qilingan ibodatlar, yaxshi amallar hammasi quruq, tashqi ko'rinishdan iborat nasib qildi qadrli qarindoshlar. Inson Robbiga shu Robbini tunimay turib hargiz ibodat qilmaydi qadrli qarindoshlar. Xo'sh, nima uchun ibodat qilamiz degan savol chiqadi. Allohga nima uchun ibodat qilamiz degan savol chiqadi. Javob shuki, min ajli an nas'ada bihi. Robbimizga ibodat qilib, uning bilan, Robbimiz bilan, shu ibodatlar bilan, uning qilingan ibodatlar bilan haqiqiy baxt, saodatlik bo'lishimiz uchun. Baxt, saodatning ta'mini tetishimiz uchun qadrli qarindoshlar. Haqiqiy huzur, halovat, baxtning nima ekanligini bilishimiz uchun qadrli qarindoshlar. Va Robbimizning bu koinotga bizning yaratilishimizdagi nishonning amalga eshishi uchun qadrli qarindoshlar. Biz nima uchun yaratildik? Robbimiz bizni nima uchun yaratdi? Bizning yaratilishimizdagi maqsad nima dunyoga? Alloh dediki, illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Robbing rahim qilgan, Robbing rahmatiga olgan kishi faqat va faqat Robbing rahmatiga olgan kishidan boshqa. Va lizalika xalaqahum. Robbing ashu rahmat uchun, bizga rahmat qilish uchun yaratdi Robbimiz bizni. Oyatning boshida shunday keladi: "Va law sha'a robbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan va la yazaluna mukhtalifin illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum." deb. Oyatning boshi shu. Agar Robbing xohlagan bo'lsa, butkul insonlarning hammasini ummatan wahida, bir ummat, bir din ustida qilgan bo'ladi dedi Alloh subhanahu va taolo. Hammasini bir dinda qiladi.
Ular din to'g'risida va la yazaluna muxtalifin. Ular bu insonlar din to'g'risida davomli hozirgacha ixtilof qilishib kelmoqda dedi. Ixtilof qilishib kelmoqda. Lekin ixtilof qilishmaydiganlar kim? Illa man rahima robbuk. Robbing rahmat qilgan kishidan boshqa dedi. Robbing rahmat qilgan kishidan boshqalar ixtilof qilishmoqda dedi. Va lizalika xalaqahum. Robbing Parvardigoring bu insonni qanday qilish uchun, insonga rahmat qilish uchun yaratgan edi Parvardigor. Lizalika va lizalika xalaqahum. Shuning uchun yaratgan edi dedi. İnsanlarni shu rahmat uchun, rahmat ato qilish uchun yaratgan edi dedi. Biz shu rahmat qilinish uchun yaratdik. Demak, qadrli qarindoshlar, bu birinchi bir nishon bo'lgan bo'lsa, bizning rahmatga erishishimiz bir nishon bo'lgan bo'lsa, bizning yoritilishimizdagi nishon. Yana bir narsa oyatda Qur'oni Karimda Sura Zariyatda Alloh deydi. "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson bilan jinni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Nima uchun ibodat qilamiz? Nima uchun Robbimizga ibodat qilamiz? Baxt, saodat, rahmatga erishish, baxt, saodatlik bo'lish uchun. Yuqorida oyat keldi. İlla man rahima robbuk ve lizalika xalaqahum. Ve biz yaratilishimizdagi nishonni amalga oshirish uchun nima uchun yaratildik? Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Inson va jinni men faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bu fikrlar, bu tushunchalar hayotimizdan mangu ko'tarilmasligi kerak. Zihnimizdan davomliq bizning zihnimizda mavj urib turish kerak, kuch urib turish kerak bu tushuncha, qadrli qarindoshlar. Biz ibodatning nima ekanligini ilgirki darsimizda so'zildik. Yana qisqacha aslatib o'taylik. İbadet biz sözlüğünüzdek ta'atun tev'iyye memzucetun bi muhabbetin kalbiyye esasuha ma'rifetun yaqiniyye tufdi ila saadetin ebediyye dedik. İbadet insanın tabii halette, tabii boysungan, ixtiyari halette bo'lgan taat ve onunla kalbi cihetten muhabbet yoğrulgan, kalbi cihetten söyünüp durup kılındıgan, ve bunun asası hurapi uyadın biyadın anlıvagan nesinin üstüge kurulgan emas. Müstehkem, işençilik, marifet asasıga, bilim asasıga kurulgan. Özünün kılıvatkan işinin nimi işkelligini bilip durup kılıdığan bundak nesi ibadet. Mana bu ibadet insanın mengülük baxt saadetke ilip barıdığan ibadet oldu dedik biz. İbadetini herkes ötken saat nait şerhide de qadrli qarindoshlar. Herkes biz o'ylab qolmasligimiz kerakki, biz o'zimiz shunday bir kategoriyaga evamasligimiz kerak ibodatning doirasini. Namoz, roza, o haj, paj bu narsalar kategoriyaga elib olib, buning sirtidagi ishni ibodatning doirasini chiqaramiz kerak. Alloh subhanahu va taolaning shariatiga xilof bo'lmagan, Allah razı bo'ladigan, Allah yaxshi ko'radigan, Rasululloh yaxshi ko'radigan har qanday amal, har qanday so'z, harakat, har qanday ishlarimiz hammasi shu Robbimizning roziligi uchun bo'lganda, hayotimizdagi hamma narsa ibodatning doirasiga kirib keladi, qadrli qarindoshlar. Shuning uchun biz yana ta'kidlaymizki, hayotimizda milyonlagan nafsimiz üzülüp qolgachi milyonlagan sonlarda nurg'unlagan mavzular bor, qadrli qarindoshlar. Mushularning ichidan bizga eng muhim bo'lgan mavzu, eng ahamiyatli, eng xatarlik bo'lgan mavzu nima deganda Robbimizni tunishimiz, Robbimizni bilishimiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo degandek hadisi qudusida shunday deydi Robbimiz. İnsan qabriga qo'yilgan birinchi kechasi biz jinimizni Allohga taslim qilib qabriga qo'yilgan birinchi kechada Alloh shunday deydi: "Abdi raja'u wa tarakuk wa fi at-turabi dafanuk wa law baqaw ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa illa ana wa ana al-hayy allazi la amut aw la yamut" deydi hadis qudusida. Bandam, ular qaytib ketishgan. Qabriga qo'yilgan birinchi kechada har bir insonga deydi bu so'zni. Hammamiz bu kechaga uchraymiz, qadrli qarindoshlar. Alloh bizni ana shu mavqa, ana shu o'rinda bizni mustahkam, sabatli qilsin qadamlarimizni. Yani deydi ki, bandam,
Ular qaytib ketishdi. Seni tashlab qo'yib qaytib ketishdi. Seni bu to'piga, bu tuproqqa dafn qilib, bu yerga ko'mib qo'yib, seni tashlab qaytib ketishdi ular. Ahling, do'stlaring, birodarlaring qaytib ketishdi. Agar ular sen bilan qilib qolgan bo'lsa, sana hech bir manfaat yetkazmagan bo'ladi dedi. Sana hech bir narsa yetkazmaydi, manfaat yetkazmaydi. Hech bir narsani sendan agar azob qilaylik bo'lsan, qilchilik azobini yengiltish, bunday ish qo'ldan kelmaydi. Qilib qolgan bo'lsa hech bir narsaga asqatmaydi. وَلَمْ يَبْقَى لَكَ إِلَّا أَنَا dedi. Sana mendan başqa hech kim qolmadi dedi Rabbimiz bu yerda. Mendan başqa hech kim qolmadi sana. وَأَنَا الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Men o'lmaydigan, mangu tirik bo'lgan zot menda filan dedi. Qabriga qo'yilgan birinchi kecha. Ya Rabbi, Allah bizni ana shu kechada mustahkam qilsin. Ana shu o'rinda bizni mustahkam qilsin, qadrli qarindoshlar. Demak, o'zimizning nima ketayotganligimizni, oqibatimizning nima ekanligini bilishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Nega qarab ketayotganligimizni, qayaga oqibatimizning nima ekanligi. Biz shu 4 kundan keyin, balki hali, balki ata, balki bir damdan keyin hamma narsamizdan ayrilgan holatda butkul atrofimizdagi, dunyodagi yuz obro'yimiz, hayotimiz bu ishga erishgan mansab, pul, mol, dunyo hamma narsani keynimizga tashlab qo'ygan holatda Rabbimizning oldiga boramiz. Jon chiqadigan, jonni beradigan vaqt kelganda hammadan ayrilib shu soniya sekundning ichida bir sekund ortiq umr yashashga mumkin emas. Bir sekund ortiq yashayolmaymiz. Shu hamon jannat taslim qilamiz, ketamiz, hamma narsani tashlab ketamiz. Rabbimiz oldimizda, Rabbimizdan boshqa hech narsa qolmaydi, qadrli qarindoshlar. Oldimizda Allohdan boshqa hech bir narsa qolmaydi, oldimizda Allohdan boshqa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Qays ibn Asim radhiyallohu anhu ga qilgan vasiyatlarining ichida shunday bir vasiyat bor. Buni o'ylaylik, qadrli qarindoshlar. Ya Qays, inna laka qarinan yudfanu ma'aka wa huwa hayy wa tudfanu ma'ahu wa anta mayyit fa in kana kariman akramak wa in kana la'iman aslamak ala wa huwa amaluk. Qays ibn Asim radhiyallohu anhu va vasiyat qilgan vasiyatlarning ichida birisi. Ey Qays, sening shundoq bir hamrohing bo'ldi dedi. Sening shundoq bir hamrohing, do'sting bo'ldiki, bu sen bilan birga u tirik holatda dafn qilindi dedi. Bu hamrohing tirik holatda sen bilan dafn qilindi, sen uning bilan sen o'lik holatda dafn qilinsin. Sen o'lik, u tirik holatda dafn qilindi. Shundoq dafn qilinsizlar. Agarda isil bo'lsa, bu do'sting isil bo'lsa, karim bo'lsa, isil nochi bo'lsa bu do'sting, seni akramak, seni hurmatlaydi, seni izzatlaydi, seni izzatga erishtiradi. Agarda shum bo'lsa, buzuq bo'lsa, nachar bo'lsa, seni tutib beradi dedi. Seni eng ashaddiy azobga tutib beradi. Ala va huwa amaluk. Bilginki, agah bo'lgunki, u sen bilan birga, u tirik, sen o'lik holatda dafn qilingan u hamrohing kim o? Nima deganda? Ala va huwa amaluk. Sening amaling degan Rasululloh. Sening amaling degan, qadrli qarindoshlar. Ya Rabbi, biz dunyoda nurg'un nimaga erishib kelsak erishib ketaylik, qadrli qarindoshlar. Shu dunyoda qilib olgan eng sab, eng nochi, eng yaxshi amallarimizdan boshqa qaysi narsamizni aytalaymiz Rabbimizdan qashaq. O'ylab boqaylik, nimani aytalaymiz, qadrli qarindoshlar. Demak, kul koinotdagi nurg'un san-sanoqsiz mavzularning ichidan eng muhim bo'lgan mavzu Rabbimizni tanishimiz, Rabbimizni bilishimiz. Uni yaratquchi holatda, parvardigor holatda, uning haq iloh ekanligini bilishimiz, uning go'zal ismlari bizga eng go'zal shaklda bizga Rabbimizni tanishtirdi. Asmaullohil husna, Allohning go'zal ismlari bizga Rabbimizning barliq qudratini, barliq go'zal ism sifatlarini bizga eng go'zal shaklda, eng injiq shaklda bizga tushuntirib berdi, qadrli qarindoshlar. Hammasiga ma'lumki, bo'libmi universitet
hayotini boshdan kechirayotgan, shu yerda o'qiyotgan o'quvchilarga nisbatan eng shu yerdagi universitetdagi o'quvchilarning diqqatini o'ziga eng jalb qiladigan, o'quvchilar yaxshi ko'radigan, haqiqiy muvaffaqiyat qozongan, kasbida muvaffaqiyat qozongan o'qituvchi kim? deb shunday savol so'ralsa, o'quvchilarga nisbatan universitet hayotimizni beshimizdan kechirganlar bilamiz. Universitetdagi hamma o'qituvchini bir o'quvchininki yoki shu o'quvchilarninki o'xshash darajada yaxshi ko'rib ketishi, o'xshash darajada hayron qilishi mumkin emas. Hammamizning beshidan o'tgan masala. Hammasi doktor, u bu unvonlarga ega bo'lgan bo'lsa-mu, shu o'qituvchilarning ichida ma'lum birisi o'quvchilarning diqqatini alohida tortadi. Uning darsi bo'lgan vaqtida sinfga liq o'quvchi to'ladi. Uning darsi bo'lgan vaqtida o'quvchilar hargiz uxlab, yonayotib, yoki bo'lmasa o'zining ishini qilib qolayotgan, yo bo'lmasa o'zi uni buni o'ynab o'ltirmaydi. Uning darsi bo'lgan vaqtida butun diqqati bilan sinfda chivin usti anglaganda darajada turib anglaydigan o'qituvchilar bor, ba'zi o'qituvchilar. Bu qanday o'qituvchi? U so'z jihatdan nayt ravon so'zlaydigan, nayt jalb qilarliq so'zlaydigan, butun hayajon bilan, vujudi bilan so'zlaydigan, butun o'quvchilarni o'ziga markazlashtirib oladigan, u o'zi u yerga qarab emas, butun vujudidan uning so'zlayotgan mavzusi qon qiniga, yuragiga singib ketgan, u butun harakatlari, u tildagi ifodalash quvvati hamma jihatdan qon qiniga singib ketgan holatda ruhi bilan yug'urilib turib so'zlayotganligi uchun bir masalani shunda anglatganligi uchun butun o'quvchilar diqqati bilan uning ichiga singiblik ketgan gapda. Bu eng muvaffaqiyat qozongan o'qituvchi o'quvchilarning nazarida. Hammamizga ma'lum bir nuqta qadrli qarindoshlar. Chunki o'qituvchi haqiqiy yuragidan yashab turib so'zlayotganligi uchun ashunda diqqatni chekalaydi. Qalblarni, insonlarning butun vujudini, o'quvchilarning vujudini o'ziga jalb qila oladi. Xo'sh qadrli qarindoshlar, biz bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan, Allohning bandasi bo'lish sifatimiz bilan agarda bizdan Alloh haqida nimani bilasan deb shunday savol so'rilib qolsa, Rabbing haqida nimani bilasan deb shunday savol so'rilib qolsa, bizni shu yo'qlikdan bar qilgan, yo'qdan bizni vujud qilib, vujudga chiqargan yo'qlikdan biz yo'q edik. Hech nimamiz yo'qdi bizningki. Biz tilga ilindigan bir maxluq emasdik. Alloh Qur'oni Karimda hal ata alal insani hinun minad-dahri lam yakun shay'an mazkura demidimi qadrli qarindoshlar? Insonga shundoq bir zaman, shundoq bir vaqt kelmadimi? U hech bir tilga ilindigan narsa emasdi deydi u, arzimaganlikdan hech bir tilga ilindigan narsa emasdi deydi. O'ylab boqaylik. Biz ana shundoq yo'qdik. Bizni yo'qlikdan bar qilgan, yo'qdan mavjud qilgan shundoq go'zal suratni ato qilgan, shundoq go'zal aql ato qilgan, shundoq bejirim qomat ato qilgan va bizni shu onamizning qo'sqiga abi ma'na holatdan tortib, ma'ni suyuqlik holatda kirgizib, uning kendan shu yerda bizni shu necha oy muddatcha qatma-qat bosqich bizni shu yerda qo'g'dab, shu yerda bizga rizq berib, shu yerda bizni o'zining ne'mati bilan rizqlantirib, bizga havo berib, suv berib, g'izo yemaklikni berib, uning kendan dunyoga olib kelgandan keyin ham bizni tashlab qo'ymasdan darhol bizning ahli, ota-ona, ochi singil bularni berib, uning kendan cho'ng qilgandan keyin farzand cho'ng bo'lib, hayot turmush qurib, yana farzand ato qilgan, aql ato qilgan ve nurg'un mol dunyolarga erishish, nurg'un dunyodagi muvaffaqiyatlarga erishish fursatlarini ato qilgan. Bizga yo'l ko'rsatgan, aqnimu, qarnimu, hidoyatnimu, zalolatnimu bizga ko'rsatib bergan, bizni hamma narsamizni bizni tashlab o'tmagan ana shundoq Rabbimiz haqida, shundoq bir ilohing seni mushu holatga olib kelgan Rabbing haqida nimani bilasan deb shundoq savol so'ralsa, acaba insonning so'zi xuddi shu universitetga shu eng muvaffaqiyat qozongan o'qituvchi butun o'quvchilarni og'ziga qaritib, ularning butun zihnini o'ziga qaritib olgandek, shu darajada mu'min Robbi haqida to'xtamay, shunchalik go'zal so'zlar bilan Robbini maqtay oladigan, Robbi haqida so'z qila oladigan bo'lishimiz kerak emasmi? Robbimiz bunga loyiq emasmi, qadrli qarindoshlar? Biz shundoq bo'lishimiz kerak emasmi?
Bizden bu talep kılınmamdı kadirli kardeşler, şu Rabbimiz hakkında sorarsak. Afsus ki, köpünçimiz kadirli kardeşler, nurgun gaflet, nurgun dünyaya birilip getiş, gaflet içinde yaşayanlığımız için bu nesinin ayrılıp kaldı kadirli kardeşler. Beklem ayrılıp kaldı kadirli kardeşler. Şunun için hayatımızdaki bizge en muhim boğan neyse Rabbimizden en yaxşı şekilde tanışımız. Maksat ne mi? Esmaullah, Allah'ın güzel isimlerindeki bu derslerini kılıştaki maksat ne mi? Desek, min ecli en na'rifallah azze ve celle. Rabbimizni tunuş, Allah'ını tunuş. Yani şu Rabbimiz hakkında malumat erişiş için kadarla kardeşler. Çünkü marifet, bilim çukum hayatımızga aks ta'sir qiladi o. Onun çukum hayatımızga ma'lum ta'sir bo'lishi muhaqqaq, marifat ilmniki. Hiçbir hayatı dünyada bir aql egisi o'zi o'rgangan narsani hayatı dünyada icra qilmaydigan, hiçbir hayatida ishlatmaydigan bir narsani bir aql egisi o'rganmasa, uni tirishib, o'rganib, o haqida fikr yurgizmasi kerak. Bir aql egisi inson. Chuqum o qaysi sahada bo'lsin, o'zi ishlatadigan, o'zi ijro qilaman degan bir narsa bir sahada o'rganadi. Shuning uchun biz Asmaullah, Allohning go'zal ismlaridagi darslarni, programlarni qilishimizga maqsadmi? Robbimizni bilishimiz, hayotimizga tatbiq qilishimiz, hayotimizga haqiqiy Robbimiz bizdan rozi bo'ladigan shaklda bir inson bo'lish uchun Asmaullah darsimizni yurgizimiz, elib boramiz qadrli qarindoshlar. Xo'sh, bugungi ismning mavzusiga kelsak, bugungi so'zlamoqchi bo'lgan ismning o'ziga kelsak, Al-Quddus ismi haqida bo'ladi. Yuqorida so'zlab o'tdik. Bu ism Qur'oni Karimda yuqorida darsning 5-dan so'zlab o'tdik. 2 oyatda tilg'alindi. Sura Hashr bilan Sura Hashrda bir tilg'alindi. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddus deb biyada tilg'alindi va yana birisi Sura Jumada yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ardi al malikul quddus al aziz al hakim degan bu oyatda. Buni ma'nosini qisqacha darsning programının 5'de söylep öttük. Yani kayıt tekrarlamayız. 2 ayette Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette El-Kuddus ismi uçuk aşkara halette Kuddus şekli dikilip tilgaylendi. El-Kuddus kadirli kıyırdaşlar Arap dilindeki fu'ul veznisi de bu siga dikildi. El-Kuddus. Bu minel Kudus. Kudus'tan kep çıkanda sözününki tomiri, sözünün baş noktası değil mi? Kudus'tan kep çıkan. Kudus degan nima deganda poklik. Kudus degan so'z poklik, ulug'liq degan ma'nosi bor. Qudusningki. Shuning uchun al-ardul muqaddasa deydi. Muqaddas zimin, ya'ni pok zimin degan gapda buning ma'nosi. Muqaddas zimin. Masalan, jannat Haziratul Qudus deb atalgan. Jannatning ismlaridan birisi Haziratul Qudus. Chunki u butkul dunyoning ofatlaridan, dunyoning har qanday narsadan pok u. Haziratul Qudus deb atalishi. Va Jibril alayhissalom vahiy farishasi bo'lgan Jibril alayhissalom Ruhul Qudus deb atalgan. Nima uchun? Chunki u Alloh subhanahu va taolo tarafidan uning vazifalantirilgan butkul payg'ambarlarga vahiy olib kelish majburiyati. Bu vazifa yuklanganda Jibril alayhissalomga. Bu vahiyni Allohning vahiyisini payg'ambarlarga yetkazishda aynan hiçbir narsani ziyoda qilmay, kamaytirib olmay yetkazishda barliq ayib nuqsonlardan pok bo'lganligi uchun Ruhul Qudus deb atalgan Jibril alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo farishtalari haqida hikoya qilib Qur'oni Karim Sura Baqarada shunday deydi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Öz vaxtıdır Rabbin, Perverdigarın periştlerine şundak dedi. Men ziminde halife izbasar yaratıman, izbasar kılıman ziminde halife yaratıman. Yani insanlarını öpkilip biz ziminga xalif bo'lgan, izbosar bo'lgan insonlarni maydonga keltirma degan vaqtida farishtalar deyishdiki, sen ziminda
ziminde pasat teriydigan, ziminde kan tüküdigan bundaq mahluqlarni ziminga yaratamsa. Biz ve nahnu nusabbihu bihamdika. Biz sana hamdu sana eytiş bilen sana tesbih eytimiz ve nuqaddisu laka. Ve bir yerdeki nuqaddisu lak. Şahit bizni aldığan şahidimiz. Kuddus hakkında bulup o. Nuqaddisu laka. Köpüncimiz bir yerde nuqaddisu lakan, bir yerde nima ma'nosi nuqaddisu lakanning ma'nosi? Biz seni pak deb bilamiz, seni pak deb e'tiqod qilamiz, pak deb sana seni taqdis, yana seni paklaymiz degan gapmi? Bu yana ma'nosi va nuqaddisu lakanning ma'nosi qadrli qarindoshlar. Ey Rabbim, yani ya Rabbi, nahnu nutahhiru anfusana ve nuqaddisuha kay nakuna ahlan lil iqbali alayka degan gap ma'nosi. Ey Rabbimiz, biz nafsimizni paklaymiz degan gap. Biz sana hamdu sana aytish bilan sana tasbih aytimiz ve sen üçün özümüzni nafsimizni paklaymiz degan gap. Sana layık buluş üçün, sana yüz keltirishga layık mahluqlardan buluş üçün, senin dergahında sen razı bulduğun mahluqlardan buluşumuz üçün özümüzni paklaymiz, sana layıklardan buluşumuz üçün özümüzni paklaymiz degan gap. Ve nuqaddisu lak. Rabbimiz dedi ki, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Men sizler bilmeydiganni bilmen dedi. Sizler bilmeydigan narsalarni bilmen dedi Allah subhanahu taala. Yani qadrli qarindoshlar bu yerda va nuqaddisu lak dedi farishtalardan hikoya qilib deyapti. Yani insanның dünyadaki vazifasi, dünyadaki vazifamiz nima? Dünyadaki vazifamiz özümüzni Rabbimizga layık, Rabbimizning dergahida Allah razı bo'lgan o'ringa erishish uchun ana shu inda malikim muqtadir bo'lgan, qudratlik podshoh bo'lgan Rabbimizning dergahida eng oliy maqomga erishishimiz, Rabbimizning roziligiga yeta olishimiz uchun o'zimizni poklashimiz insonning dunyodagi vazifasi, o'zimizni poklashimiz. Hammamizga ma'lumki qadrli qarindoshlar, agarda biz bir so'ringa chaqirilib qolsak, bağ geldi. Ya ki naiti ölüm ala sorunu kadın. Naiti yurt katları çoğun. Ya ki reis, minister, bu bizni çağırıp kaldı bizle görüş için. İnsan şu vaxtda eğer şundak bir sorunları çağırılğanda özüge qandaq dikkat qilib ketadi. Kiyim, yürüş duruş, kiyim keçek, kiyiş, hemme narsa şunda dikkat qilib özünü qattiq tayyorlik qildi bununla. Hatta şunun qışığı bağı vaxtında şu görüşken ya ki çoğun bir şeyh bolsun, ya ki çoğun bir erbab bolsun, ya muisfet bir kişi bolsun, onun qışı bağın barlıq iş hareketlerimizge mi dikkat qilib ketadigan gapda? Yürüş duruşlarımız, gap sözlerimizge mi dikkat qilib, alohida dikkat qilib, adab bilan turadigan gap ya. Shuning uchun farishtalar bu yerda deydi-ki, farishtalar Rabbimizga deganda va nuqaddisu lak degan so'zni bu yerda va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu laka. Biz sana hamdu sana aytish bilan sana tasbih aytamiz ve özümüzni sen üçün paklaymiz Rabbimiz. Nuqaddisu laka, sen üçün özümüzni paklaymiz ey Rabbimiz dedi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, agarda men sizlarga insonning dunyodagi vazifasi, eng muhim vazifalarning birisi özünü paklash desem ishonamasizlar qadrli qarindoshlar. Özünü paklash, hatto ki Rabbining dargohida, Allohning dargohiga loyiq, Allohga yuzlanishga loyiq, Allah dargohida uning jannatiga loyiq insonlardan bo'lish uchun özünü paklash uning vazifasi desem ishonamasizlar. Nimashqa ishonmaydiksizlar ki? Çünkü Allah paktur ve la yaqbalu illa tayyiban. Allahu tayyib, Allah paktur, paktin başqani qabul qilmaydi. Ve Rabbimiz hadisi qudusida shunday deganki, abdi tahharta manzaral xalqi sinin. Sen mahluqatning nazargahini, mahluqat
mahluqlar nazar soladigan joylarni yillarcha poklading dedi. Yillarcha ko'ngil bo'lding buningga. İnsanның mahluqatning ko'z chiqqan narsa nima? Kiyim kechki, yurish turishi, gap so'zlari, uylari, mashinasi, u bu narsa. Bu insonning nazari tushadigan, insonning ko'zi tushadigan narsa. Buningga oladi. Yillarcha poklading, yillarcha ko'ngil bo'lding deydi buningga. Ha? Bendam sen mahluqatning nazari tushadigan, ya'ni yillarcha ko'ngil bo'lib, yillarcha poklading. Ha? Bu mahluqatning nazari tushadigan ya. Deydi ki, afala tahharta manzari sa'a. Sen mening nazargahim, mening nazarim tushadigan joyni 1 soat pokladingmi dedi. Mening nazarim tushadigan, men nazar soladigan joyni 1 soat pokladingmi dedi. Yillarcha buni poklading, tashqi ko'rinishing, yurish turishing, uylaring hammasi nihoyat ratlik qilib, tozalab, pokiz qilib, buni ko'ngil bo'ldi. Shuna qilding. Mening nazarim tushadigan, ya'ni 1 soat pokladingmi dedi. Allohning nazari tushadigan ya'ni nima? Qalb. Al-qalbu manzarur robb. Rabbimizning nazari tushadigan, Rabbimiz nazar soladigan joy qalbimiz. Ha? Qadrli qarindoshlar, va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Biz sana hamdu sana aytish bilan tasbih aytamiz. Sen uchun o'zimizni poklaymiz dedi. Biz shuning uchun ana shunday bo'lishimiz kerak. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bizning hayotimizdagi bizni eng mashg'ul qiladigan, biz eng ko'ngil bo'lishimiz bo'lgan narsa, birinchi bo'lib ko'ngil bo'lishimiz kerak bo'lgan narsa o'zimizni poklashimiz. Hattoki Rabbimizning dargohida ana shu payg'ambar, sodiqlar, shahidlar, solihlar qatorida shu qiyomat kunida shular bilan birga bo'lishga loyiq insonlardan bo'lishimiz uchun o'zimizni poklashimiz kerak. O'zimizni poklaganda ondan Alloh subhanahu va taolo boshqa nurg'un go'zal ishlarga hayotiy dunyoda muyassar qiladi. Oxiratda ham o'zining dargohida bizni hargiz rasvo qilmaydi, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi bu yerda bu darsdagi yana bir inchki nuqta, yana biroz sharhlashga to'g'ri keladigan bir nuqta. Bu ismni, bu Al-Quddus ismini tunishtirish haqida kelgan so'zlarning ichida Al-Quddus haqida olimlar buni tushuntirib, bu ismni sharhlab kelib, Al-Quddus degan shundoq zotki, Quddus degan shundoq zotki, Al-Munazzahu an kulli wasfin dedi. Al-Quddus shundoq zotki, har qanday sifatdan pok deb shunday sharhlaganda. Noy inchki nuqta qadrli qarindoshlar. Buni noy diqqat qilaylik. Alloh har qanday sifatdan pokdir deb shunday sharhlab kelgan. Ya subhanalloh. Bu yerda har qanday sifatdan pokdir degan vaqtda esimizga, ya'ni har qanday nuqsoniy sifatlardan pokdir degan narsa kelishimiz mumkin. Aqlimiz kelishi mumkin. Kamchilik sifatlaridan, nuqsoniy sifatlardan pokdir degan narsa esimizga kelishi mumkin. Alloh nuqsoniy sifatlardan albatta kamoliy sifatlardan pokdir deb. An kulli vasf, har qanday sifatdan pokdir deydi bu yerda. Ya subhanalloh. Bunu desa darhol chuqum ekran altida o'ldirgan qarindoshlarning hammasi hayron qilishi mumkin. Subhanalloh, bu nima degan gap bu? Nima so'zlayapsan sen deyishing mumkin. Nima deyapsan sen deyishing mumkin. Alloh subhanalloh qandaqsiga bu kamoliy sifatlardan, Allohga loyiq bo'lgan kamoliy esil sifatlardan qanday pok bo'lsin deyishing mumkin. Buningdan pok degan bu qandaq gap bu deyishing mumkin. Aldirmanglar. Javob chiqaravsin. Hammamizga ma'lumki, qadrli qarindoshlar, inson o'zini bilgandan keyin, o'zimizni shunday idroq qilib, o'zimizga bunday qarab baqsaq, o'zimizda bir tarafimizga qaraymizki, bir tarafimizda nurg'un kamolatlarni ko'ramiz. Kamoliy sifatlarni ko'ramiz. Yana bir tarafimizga qaraymiz, nuqsoniy sifatlarni ko'radi va inson o'zimda idroq qilib o'zini bilgandan keyin bir tarafiga qaraydi-ki, kamoliy go'zal sifatlar bor. Va yana bir tarafiga qarasa, nuqsoniy sifatlar bor. Masalan, inson kamoliy sifat deb qaraydigan narsa ilm. Ilm kamolat. Muloyimlik kamolat bizning nazarimizda.
muloyim bo'lish kamalat. Sabirchan bo'lish kamalat, kamali güzel sübetler bular. Anlash, pangolmay anglaydigan bo'lishi kamalat, nuqson emas u, anglaydigan bo'lishi. Ko'radigan bo'lishi, qarg'u bo'lmasdan ko'radigan bo'lishi kamalat bizning nazarimizda. İradesi bo'lishi, hargiz tangponi saqlab yurgan irodalik bir inson bo'lishi kamalat. O insanın o'lik inson emasdan hayot inson bo'lishi kamalatdir. Yana bir tarafimizga qaraymizki, bizga hammamizga ma'lum bo'lgan jaholat, bilimsizlik bu nuqsonlik. Qarg'ulik nuqsonlik, panglik nuqsonlik. Go'chilik nuqsonlik. Shum inson bo'lish nuqsonlik. O'chmanlik, hasad, qo'pollik bu narsa hammasi nuqsonlik bizning nazarimizda. İnsani nazarimizda bunday o'ylab shuna qarasak. Shuning bilan bu inson o'zining bir tarafiga qarasa kamoliy sifatlarni ko'rdi, yana bir tarafiga qarab nuqsoniy sifatlarni ko'rdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolani maqtash, Alloh subhanahu va taolaga hamdu sana etmoqchi bo'lgan vaqtida inson Alloh subhanahu va taolaga u inson o'zi biladigan, ya'ni biz o'zimiz biladigan kamoliy sifatlar bilan Robbimizga hamdu sana etamiz. Biz biladigan özümüz kallamızda bilgen kamali sübetler bilen Rabbimizge hamdu sana eytemiz. Bu yerde tevhid ulemaları şunda deydi ki şu El-Kuddus ismini şerhilep gelip bunu düşündürüp gelip deydi ki El-Kuddus Allah subhanahu ve taala munezzehun anil kemalati yetesavvaruhal insanu min indihi. Allah subhanahu wa ta'ala Kuddus şundak zat ki, şundak pak zat ki insan öz aklı bilen tasavvur kılıvatkan kamali sübetlerden mi pak Allah subhanahu wa ta'ala deydi tabi dedim. Al-Kuddus'un şerhiyle. İnsan öz yeniden özü tasavvur kılıvatkan insanın aklı çeklik ki biz kudretimiz yetkenci tefekkür kılımız. Muşu insan öz yeniden tasavvur kılıp oylavatkan kamali sübetlerden mi Allah el-Kuddus paktır Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ma khatara bi balik vallahu bi khilafi zalik degan nokta şu yerden kelib chiqqan. Senin kalbinge Allah hakkıda nima kelsin? Bütün Allah hakkıda oylagan bütün şu kamali ulug'lik kallanga kelgan narsaning hammasi Allah subhanahu wa ta'ala aksida şu. Herkes tasavvur qilmaysa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah khilafu zalik. Laysa kamislihi shay ve huve's-semi'ul basir. Sure Şura'da şuna dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Hiçbir narsa onunga o'xshash emas dedi. Hiçbir narsa onunga o'xshash. Mumkin emas tasavvur qilishimiz. Hiçbir narsa şey degan qadrli qarindoshlar bu nayt umumiy narsa bildiradi. Har qanday bir narsa bo'lsin, har qanday narsa laysa kamislihi shay. Uningga o'xshash emas. Ming tafakkur qilaylik, ming o'ylanaylik, ming kallamizga nima kelsin Alloh subhanahu va taala bi khilafi zalik. Allah dal khilafi. Mesela Allah subhanahu va taolani nihoyat rahimlik deymiz. Allah'ning rahimdilligi dadının balasiga bo'lganidek rahimdilmi Allah? Buni tasavvur qila olamdi? Haşa. Mumkin emas ki. Dada ba'zi vaqtida o'z o'g'liga o'zi bilmasdan ilimsiz holatda o'zi bilmasdan rahim qilib kuyimchanlik qilib silib uni halokatga ichtirib o'tishi mumkin. Chunki u inson hiçbir narsa bilmaydi, oqibatning nima ekanligini bilmaydi. Amma Alloh subhanahu va taala rahim degan vaqtimizda Allahu rahimun alim bilibdir bütün oqibatning qanday bo'lganligini eng mukammal shaklda bilib turgan, hammani bilgan asosda rahim qiluvchi Alloh subhanahu taala. Shuning uchun qadrli qarindoshlar inson Alloh subhanahu va taolaga hamdu sana aytmoqchi, Allohni maqtamoqchi bo'lgan vaqtida u o'zi shu bilgan, o'zimiz bilgan shu bashariy, insoniy bo'lgan kamoliy sifatlar bilan Robbimizga hamdu sana aytamiz. Robbimizni maqtaymiz. Allahu subhanahu va taala lekin Allah quddusun munazzahun an kulli vasfin min sifatil kamalil bashari. İnsani kamalat sifatlaridan bo'lgan har qanday sifatdanmi Allah al-Quddus, Allah pakdir. Allah onundan kattadır Allah subhanahu taala. Bu sifatlardan kattadır Allah subhanahu taala.
har qanday insoniy kamolatdan yuqoridir Allah subhanahu pokdir Allah subhanahu taala. Albatta bu nuqtadan degan vaqtimizda, ya'ni Allah subhanahu taala inson tasavvur qilgan insoniy kamolatlarning hammasidan pokdir deb bundaq sifatlagan vaqtimizda, Robbimizni bundaq pokligan vaqtimizda, albatta insoniy kamolatlardan pok bo'lgan Robb Allah albatta nuqsoniy sifatlardan albatta pok degan bir hukm, bir tushuncha maydonga chiqadi bu yerda. Albatta birinchi darajada pok bo'lish kerak, nuqsoniy sifatlar mumkin emas unga yaqin kelishi. degan bu nuqta oydinlashadigan gap bu yerda. Demak, Allohu akbarning ma'nolaridan birisi ham qadrli qarindoshlar, Allohu akbar, Alloh eng buyukdir degan. Bu so'zning ma'nolaridan birisi, ya'ni Allah sen Allohni Allah haqida tunigan har qanday narsadan Allah subhanahu va taolo ulug'dir, Allah buyukdir. Bütün narsadan buyukdir Allah subhanahu taolo. Sen tunigan, sen bilgan bu ma'lumotdanmi cho'ng buyukdir Allah subhanahu taolo degan gapda. Demak, Allohu Al-Quddus munazzahun va muqaddasun an kulli wasfin sifatin yumkinu li insanin an yatasawwaraha munazzahun va muqaddasun an kulli sifatin tushbihu sifat al-insan wa tumasiluha. Allah subhanahu va taala inson tasavvur qilishi mumkin bo'lgan, inson tasavvur qila oladigan har qanday sifatdan pokdir, olidir va inson ve Allah subhanahu wa taala insonning sifatlariga o'xshab qoladigan va uningga barobar keladigan har qanday sifatlardan Allah pokdir. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, agar Allah subhanahu wa taala insonga inson shu o'zi bilgan insoniy bashariy kamolatlar bilan Allah'ni sifatlashga agar Rabbimiz insonga ruxsat bermagan bo'lsa, bizga ruxsat qilmagan bo'lsa, insonning Rabbini o'zi bilgan şu insani kamaletler bilen, kamali isil sübetler bilen Rabbini sübetleşinin özü cinayetlerden boğan bir cinayet bulat edeydi. Eğer Rabbimiz ruhsat vermegen olsa, biz özümüz bilgen bu kamali sübetler bilen Rabbimizin sübetleşimizden özü adam nime kılan bulat de? Günahlardan boğan bir günah boğan bulat edeydi. Allahu Rahim deyimiz mesela. Rahim dildi. Allah adil deyimiz. Allah naiti küyümcan, mihirban deyimiz, mulayim deyimiz. Bunu desek, kalbimizge şunda nasıl kep qilishi mumkin? Allah saqlasin ki, ya insan bazı vaqtda mulayim bo'ldi deb. İnsan mihirban bo'ldi, mulayim bo'ldi deb. G'azab qilmayman da mulayim bo'ldi deb shunda deyishimiz mumkin. Shunda nasıl qalbimiz kep qilishi mumkin? Vahimalar. Allah bu vahimelerden hem pokdir Allah subhanahu taala. Barliq bizning qalbimiz kelgan har qanday narsadan, har qanday fikrlardan, har qanday sifatlardan pokdir Allah subhanahu taala. Demek Al-Quddusning ma'nosini biraz bu yerda texinbek oydinlashgan bo'lishi mumkin qadrli qarindoshlar. Arif billah bo'lgan bir kishi, ya'ni Allah subhanahu va taolani nihoyatda yaxshi tunigan, haqiqiy bilim bilan tunigan, nihoyatda taqvodor Allah do'stlaridan bo'lgan bir kishi yana bir shu Allah do'stlaridan birisiga shuna debdi. Ey palani, ala tashtaqu ilalloh. Sen Allohni sig'inmadingmi? Allohni ko'gin kelmadimi? Ishtiyoq bog'lamadingmi Allah subhanahu taolaga? Sig'inmadingmi Allohni degandan keyin javob beribdiki, la vallahi la ashtaqu ilay. Yo'q, men Allohni sig'inmadim. Allah bilan qasamki Allohni sig'inmadim shuni. Nauzu billah, bu qanday so'z bu? deb shuna degandan keyin javob beribdiki, mata g'aba anni hatta ashtaqa ilay. Allah mendan qachon g'oyib bo'lib ketibdi ekanki, men uni sig'inib ketay. Sig'inish deganimda ayrilib qolgan, uzun muddat ko'rishmagan, bundaq o'tirsida üzülüp qolgan insonni sig'indi, üzülüp qolgan yorini, üzülüp qolgan oshiqini sig'indi o inson. Qachon mendan Rabbim qachon mendan g'oyib bo'lib ekanki, qachon mening zihnimdan bir sekund, mendan bir minut bir sekund yiroqda qolibdi ekan, hatto men uni sig'indim. Davomli men bilan birga ki Allah subhanahu taolo degan ekan. Mata g'aba anni hatta ashtaqa ilay. Yana bir Allah do'stlaridan yana birisi shuna so'rabdiki, ya imam, mata kana Allah? Allah qachon bo'lgan? deb shuna so'rabdi-da. So'ragandan keyin javob beribdiki, mata lam yakun. Allah qachon bo'lmagan deb javob berdi. Qachon bo'lmagan desa men bu savolni so'raydiganqa.
qachon bo'lgan deb bu savolni so'raydiganga Alloh qachon bo'lmaganda, qachon mavjud bo'lmaganda Alloh subhanahu taolo. Allohning mavjudiyatisiz, Alloh bo'lmasdan bu koinotdagi hech bir narsaning bo'lishi mumkinmi qadrli qarindoshlar? Shunday javob bergan ekan. Nihoyatda go'zal bir javoblar. Qadrli qarindoshlar, biz Al-Quddus ismi haqida yana bir nuqta qo'yamiz. Al-Quddus haqida. Endi tuvanda biz yuqorida so'zlab o'tdik. Quddusning bir ma'nosini bildik. Quddusning yana bir bosqichi nima deganda, Al-Quddus shunday zatki, huval munazzahu an kulli wasfin yudrikuhu al-hissu an kulli tasawwurin yatasawwaruhu al-khayal aw yasbiqu ilayhi al-wahm. أو حتى يختلج به الضمير أو يقضي به التفكير. Al-Quddus shunday zatki, insonning his tuyg'usi, his idraki, his qila oladigan har qanday sifatdan pok dedi. Insonning his tuyg'ulari, his qila oladigan har qanday idrok qilgan har qanday sifatdan pok va insonning xiyoli tasavvur qilgan har qanday tasavvurdan pok va insonning vahimasi o'y xiyollari vahima qiladigan yoki uning ichki tuyg'ulari, ichki tuyg'ularining eng chunqur ruhiy dunyosida qatlamida shu narsaga tafakkurlari his qila oladigan shu ichki tuyg'ularga kelgan narsalarda mupok dedi Alloh subhanahu taolo. Al-Quddusning ma'nolaridan birisi. Shuning uchun biz bir insonningki Alloh subhanahu va taolo ayib nuqsonlardan pokdir degan so'zni deyishi, bu nima desa, Alloh subhanahu va taolo bilan Alloh dargohida biroz adabsizlik qilgan bo'ldi deydi olimlar. Bu yaqtaribu min babi qillatil adab ma Alloh subhanahu va taolo dedi. Yani Allah ayıpladım paktur degan gapni deyishi bir insonningki, bu Alloh oldida, Alloh dargohida, Alloh oldida biraz adabsizlik qilgan, adabsizlik bobiga yaqinlashib qoldi bu deydi. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Adabni tashlaganlik bobiga kirib qoldi bu deydi. Yani bunu texinbek oydinlashtirib berish uchun shu bir misolni keltiraylik. Agarda biz bir nihoyat katta bir insonningki huzurida bo'ldik deylik. Nihoyat qattiq olim birisi yoki nihoyat muisbat bir kishi, ya bir podshoh. Endi buning qishiga huzuriga kirdik. Huzuriga kirib dedikki, voy ustoz, voy shayx yoki voy paloni, men siz haqida men insonlarga sizning haqqingizda so'z qildim. Siz haqida insonlarga men gap qildim deb shuna desak uning qishida. Shuning bilan bu odam turib, nima so'zlading mening haqqimda, nima deding deb shuna so'zlasa. Mening haqqimda nima deding sen kishilarga, nima deding desa, biz uning turib, men kishilarga sizning haqqingizda sizni yolg'onchi emas dedim desak, bu aqlga uyg'unmi qadrli qarindoshlar? Ha? Bu qanday so'z bu? Nihoyatda katta bir kishining qashiga kirib, men kishilarga sizning haqqingizda so'z qilib berdim, sizning haqqingizda nurg'un gaplarni qildik degan ekan. Nima deding kishilarga deb shuna so'rasa, men sizni kishilarga yolg'onchi emas dedim deb desak, bu uning oldida qilingan eng cho'ng adabsizlikmi yoki uni maqtaganligimizmi? O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Bu qabul qilinadigan bir so'zmi bu? Acaba bir podshoh, bir olim, bir kishini uning men sizni falan yolg'onchi emas dedim, yoki u emas dedim, bu emas, bir ayib narsani bir o'ttirga olib turib shundan maqtalamdi bir, shu kishi bir insonning ichidan bo'lgan taqdirda ham shundan maqtalamdi. Bir qoida borki, asosiy bir qoida borki, bir narsani masalan, yani nafyu shay ahadu furu'i tasavvurihi degan bir qoida vaqtida. Bir insondan yoki bir nuqtadan, bir tarafdan bir nuqsoniy sifat, bir nuqsoniy narsani biz inkor qilib bundaq emas desak, demak bu so'zning o'zi ham shu nuqsonlik, shu kamtuklik, shu biz emas deyotgan kishida yoki shu tarafda sodir bo'lish imkoniyati bor degan narsani maydonga hukmni bildirdi bu. Paloni o'g'ri emas desa, demak o'g'irlik degan sifat shu palonida yuz berish imkoni bor degan gap.
Palani yolg'onchi emas degan vaqtida yolg'onchi emas degan gapning o'zi ham nima desa, yolg'onchilikdan iborat bu ish harakat shu palanida yuz berish ehtimolligi bor degan narsani hukmni bildiradi. Bu qoida bu nafyu shay ahadu furu'i tasavvurihi. Bir narsani inkor qilish, bir jihat, bir taraf yoki bir kishidan bir narsani yo'q qilib u narsani qilish, shu narsani tasavvur qilishning bir shaxsisi, bir qismi deydi. O'ylab boqaylik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning maqtagan vaqtimizda biz uni ayib nuqsonlardan, nuqsoniyatdan pok demasdan, balki desak, agar shunday deb qolsak, bu Alloh oldida biroz adabsizlik qilgan, biroz adabni tashlagan babga yiqilishib qoldi ekanmiz qadrli. Shuning uchun eng to'g'risi nima deganda Alloh subhanahu va taolo biz tasavvur qila oladigan har qanday sifatdan, bizning zihnimizga kelgan har qanday sifatdan Rabbimiz pokdir deb bu shaklda Al-Quddusning haqqini berishimiz kerak qadrli qardoshlar. Xo'sh, endi bu Al-Quddus isminingki ta'rifat tushuntirishlarda kelgan yana bir tunishtirish bo'lsa, Al-Quddus shunday zotki, man taqaddasat anil hajatin zatuhu. Allohning zoti butkul ehtiyoj, hojatlardan pok bo'lgan zot degan ma'nosi bor Al-Quddusning. Allohning zoti barliq ehtiyojlardan pok bo'lgan zot, oliy bo'lgan zot degan ma'nosi bor. Ammo biz-chi, biz muhtoj. Hamma narsaga muhtojmiz. Biz ehtiyoj egisi Rabbimizga har bizning shaxsiyatimiz, ilmimiz, aqlliligimiz, kuch-quvvatimiz, kishilarga bo'lgan hukmronligimiz va bizdagi nurg'un esil sifatlar hamma narsada shu Rabbimizga, shu Rabbimizning imdodi, shu Rabbimizning yordamiga muhtoj. Shu bizdagi eng yuqori sifatlarga ega bo'lgan bir inson bo'lib ketayli. Shundoq bir inson bo'lib ketsakmi, bizning bu narsamiz bir istakan suv vaqti kelsa, bir istakan suv yaramaydi. Bir istakan suvning oldida hamma narsamiz erib tugaydi. Amirul Mu'minin Harunur Rashidning shunday bir aqlliq vaziri vakanda qadrli qarindoshlar. Bir kuni Amirul Mu'minin bir istakan suv talab qildi. Suv akinlar degandan keyin bu vazir shunday debdi: "Ya Amirul Mu'minin, bikam tashtari hadal ka'sa iza muni'a ank?" Agar bu bir istakan suvni agar sendan suv cheklanib qo'yilsa, suv sana suvga erishamaydigan bir ahvolga tushib qolsang, suv sendan cheklanib qolsa, bu bir istakan suvni nimaga setib olasan? Qanchalik narsanga setib olasan degandan keyin, "Benisfi mulki, mulkimning, saltanatimning yerimi bilan setib olman" deb shuna javob berdi. Shuning bilan yana debdiki, agarda chiqirish shaklini qo'yasiz-chi. Ichib bo'lgandan keyin chiqirmasan necha soatdan keyin. Chiqirish shaklini qo'yilsa qanaqa qilasan degandan keyin, "Benisfi mulki al-akhir." Yana qilib qolgan yerim, mulkim, saltanatim, podshohligim bilan setib olman deb. Demak, sening mulking, sening podshohliging, sening bu saltanating bir istakan suvga yaraydi degan bu nuqtani bu Harunur Rashidning bu aqlliq vaziri bu nuqtani tushuntirgan ekan. Demak, biz hamma narsada Rabbimizga ehtiyojli. Eng aqallisi havo, bizning shu havo cheklanib qo'yilsin-chi, qancha minutning ichida jon beradi ekanmiz qadrli qarindoshlar. Hamma narsada Rabbimizga ehtiyojli biz. Hamma narsamizda. Shunchalik ojizmiz qadrli qarindoshlar. Suv, butun hayotimizdagi yemak, ichmak, hamma narsamizga o'ylab boqaylik, suvning ahamiyatini o'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allohi vallohu huval g'aniyyul hamid" deydi Alloh subhanahu va taolo. Ey insonlar, sizlar Alloh subhanahu va taologa fuqarosizlar. Sizlar Allohga muhtojsizlar Allohga deydi. Alloh bo'lsa al-g'aniyyul hamid, hammadan behojatdir Alloh subhanahu. Hech kimga ehtiyoj yo'q Allohning. Al-Hamid, barliq maqtashlarga loyiqdir Alloh subhanahu.
Allah bihacettir. Sizler Allah'a ihtiyaclısızlar. Sizler Allah'a muhtaçsızlar dedi. Ha? Hava, su, yemek, içmek, aile, bala chaqa, bizning ko'nglimizni, iç pushqimizni chiqaradigan kishi, bizni yaxshi ko'radigan kishiga hamma narsaga biz ehtiyojli, muhtojlar biz zali. Allohcho bihojat, hamma narsaga bihojat. Demak, Al-Quddusning ma'nolaridan birisi Allohning zoti butkul ehtiyoj hojatlardan muqaddas bo'lgan, pak bo'lgan, buningdan oliy bo'lgan zot. Samad yani qul huvallohu ahaddik. Allohu samad. Allohu samad yani Allah subhanahu va taala hamma narsa uningga ehtiyojli. Boshqa u ehtiyojli emas. Butkul mahluqot mavjud bo'lib turish uchun uningga ehtiyojli. Yani Quddusning ma'nolaridan birisi shuki, man taqaddasa an makanin yahvihi la yahvihi makanun va an zamanin yubilihi deb. Allah shunday sattirki, u uni qo'rshovga ep turadigan makondan muqaddasdir dedi. Pokdir Allah subhanahu taolo. Hech bir makon uni qo'rshovga ololmaydi. Bir makon bir doirning ichida bo'lishi mumkin emas. Va uni upuritadigan, uni kundan kuniga upuritib tashlaydigan zaman biz insonni upuritib tashlaydi. Har sekund, minutimiz, kunimiz, oy, yilimiz o'tgansa biz upurab mangamiz. Ajizlab mangamiz. Va Allohning bo'sichu zaman bu vaqt upuritanmaydi. Bundaq zamandan pok deydi. Ya'ni upuritadigan zamandan pokdir Allah subhanahu taolo. Qo'rshovga oladigan, bir doiraga oladigan makondan pokdir va uni upuritadigan zamandan pokdir Allah subhanahu taolo. وهو عزيز لا يرتقي إلى تسويره وهم ولا يطمع في جواز تقديره فهم ولا تنبسط في ملكه يد من دون تقدير. الله أنا شندق صدق دلغنا وشندق غالب صدقي شندق عزيز صدقي uni tasvirlash uchun hiçbir vahima, hiçbir fikir kötürlenme, tasvirleyemeyiz Allah subhanahu taala. Ve onu hakiki takdir, hakiki onunga layık ravishda har qanday bir tushuncha, onunga layık ravishda bir bir onu bir taqdirlab, onu bir nimaga olinmaydi dedi. Hiçbir tushuncha tama qilinmaydi dedi. Hakiki ravishda hech qanday bir tushuncha uni sifatlash, uni bildirishga tamamı qilinmaydi, uni qilish emas. Ve Allah subhanahu ve taola'nın mülki saltanatida hiçbir onun takdirisiz, onun yol yoruqsiz, onun o'rinlashtirishsiz, onun mülkida hiçbir qo'l uzatılmaydi onun mülkida. Hiçbir narsa harakat qilmaydi. Lekin Allah subhanahu ve taola'ni biz yuqorida Quddus dedik, yani zatida Quddus. Allah öz zatida pokdir, lekin Allah yana yuqaddisu ibadahu ta'iin. O'zi pokdir va Allah qanday qildi? Rahimdilligi bilan o'zining taatgar, uning bo'ysungan bandalarini poklaydi Allah subhanahu va taolo. Biz yani deymiz ki palani muqaddas, palani isil kishi, nayeti pak kishi deymiz palani mesela. Yani pak kishi deb shuni aytamiz. Nayeti mustaqim, to'g'ri yo'lda mangdigan, axloqli, isil sifatli kishi deb shuni sifatlaymiz shunday kishilarni. Yani bu nima degan gap? Bundaq sifatlangan kishilar, qanday sifatlarga ega bo'lgan kishilar, qalblarida hech bir o'chmanlik bo'lmagan, boshqalarga yomonlik bo'lmagan, niyatlari pok, kishilarga hargiz yomonlik qilolay deb emas, yaxshilik qilish uchun harakat qiladigan, aldamchilik qilmaydigan, xiyonat qilmaydigan, tilini qattiq ishlatmaydigan, quloqlarini Alloh rozi bo'lmaydigan so'zlarga burmaydigan, u taraflarga ishlatmaydigan ana shunday kishilar degan gap. Palani pok, palani isil kishi degan vaqtimizda. Demak, la yuqaddasul insanu illa iza tanazzaha anil naqais. İnsan fulanun muqaddas,
Palani pak inson deyilish uchun u chuqum nuqsonliklardan pak bo'lmoqcha, o'zini paklamaguncha, u palani muqaddas, palani pak kishi degan sifatga hargiz erishamaymiz, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, ulamolar endi aytdiki, al-Quddus man qaddasa nufusal abrar anil ma'asi va akhadha al-ashrar bin nawasi degan ma'nosi al-Quddusning. Quddus shundaq zatki, yaxshilarningki nafsini, yaxshilarning qalblarini jinoyatlardan poklig'uchi zot. Yaxshi isil kishilarning qalblarini jinoyatlardan poklig'uchi, jinoyatkorlarning yomonlarni bo'lsa ko'kulusidan olg'uchi degan ma'nosi dedi al-Quddusning. O'ylab boqaylik. Al-Quddus man qaddasa quluba awliyaihi. O'zining do'stlarining, o'zining avliyolarining qalblarini poklovchi. Shunda qalbga ega kishilarki, ularning qalblari shundoq pok, nur yig'ib turlarning qalblarida. Zamin yuzida ana shundoq qalbga ega bo'lgan kishilar bor. Shundoq go'zal qalbga ega bo'lgan kishilar bor. Yana bir taraf qarasangiz shundoq qalblik, toshga o'xshash qalbli kishilar borki, uning qalbi qitib ketgan, dotlashib ketgan, qoridab ketgan shunday qalbli kishilar bor. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda lahum qulubun la yafqahuna biha va lahum a'yunun la yubsiruna biha va lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun deb sura A'rofda shunday deydi. Ularning qalblari bor, yuraklari bor ularning, lekin la yafqahuna biha. Uning bilan hech narsani tushunmaydi dedi. U qalblari bilan hargiz haqiqatni tushunmaydi. Buni tushungan unmaydi yoki. Ularning ko'zlari bor, ko'zlari ko'radi amaliyotda, lekin ularning ko'zlari haqiqatni ko'rmaydi. La yubsiruna biha, haqiqatni ko'rmaydi ularning ko'zlari. Yoki ko'rmasga soladi bular. Ularning quloqlari bor, lekin bu quloqlari bilan haqiqatni anglamaydi. La yasmauna biha. Anglamaydi, anglashga tegishlik bo'lgan narsani anglamaydi ular quloqlari bilan. Mana bunday sifatli kishilar, halbuki dunyoda ko'zi ko'rgan, quloqi anglagan, qalblari bir narsani tushunadigan, aqli bo'lgan kishilar bo'lsa-mu, uni haqiqatiga ishlatanmaganligi, keraklik yerga ishlatanmaganligi uchun ulaika kal an'am dedi Alloh. Ular hayvonlarga o'xshash, chahar paylarga o'xshash kishilardir dedi. Belhum adal, balki ulardan mubattarroq dedi. Hatto shu hayvonlardan mubattar kishilar bo'ladi dedi. Ikki putni mangan bo'lsa-mu, so'zlayaligan bo'lsa-mu, ko'raligan bo'lsa-mu, bular hayvondan mubattar dedi Alloh subhanahu va taolo. Ulaika humul ghafilun. Ular haqiqat ana shular ularga g'afillar dedi Alloh subhanahu va taolo. Ularga g'afillardir dedi. Haqiqiy g'afil qolgan kishilar ana shulardir dedi. Ya Rabbim Alloh subhanahu va taolo bizni bundaq g'afillikdan o'z panohida saqlasin, qadrli qarindoshlar. Lekin inson, qadrli qarindoshlar, qancha Alloh subhanahu va taologa yaqinlashgancha, Alloh subhanahu va taologa yuzlangancha uning qalbi shunchalik kengaydi. Uning qalbi shunchalik echiladi, qalbi shunchalik saplashidi, qalbi Alloh subhanahu va taolaning muhabbatiga shuncha to'lib toshgan bo'ladi, Robbiga yaqinlashgan sari. Shuning uchun nayt zo'r farq borki, bir qalbi insonlarning nurg'un million insonlarni ko'ramiz. Shu insonlar bir masjidda lipmilik bir inson bo'lgan bilan shu insonlarning har bir qalb bilan yana bir qalbni o'tirsida balki osmon zamin farq bo'lishi mumkin, qadrli qarindoshlar. Yani bir qalbga qarasangiz, yuqorilikda, yuksaklikda osmonga taqashgan bo'lsa, yana bir qalblarga qarasangiz, pastlikda zaminning ostiga tegib qolgan darajada shunday past qalblarni bo'lishi mumkin. Shunday past qalblar albatta bor, qadrli qarindoshlar. Alloh subhanallaning yuqoridagi oyati bo'yicha aytgan vaqtimizda. Shunday qalblar borki, poklikda javhar, marvoyatda shunday pok qalblar borki, yana shunday bir qalblar borki, paskinlikda, buzuqlikda, dotlashib ketgan, kirlishib ketgan, shunday qop-qora bo'lib ketgan qalblar bor. Qalb bo'lsa,
Rabbaytur Rabb Allah subhanahu va taoloning nazari tushadigan, Allah nazar qiladigan o'rin dedi. Va bizning iymonimizning hammasininki xulosasi shu yerga to'planadigan. Rasulullohning hadisi demadi mana. Inna fil jasadi mudgha. Jasadda insonning jasadi shundoq bir parcha go'sht borki, bu iza salahat salahal jasadu kullu. Agar bu isloh bo'lsa, butkul jasadning hammasi. Bu bir insonning jismimizdagi bu qalb insonning bir armiyaning qo'mondoniga o'xshaydi. Boshqa butkul a'zolarimiz askariga o'xshaydi qadrli qarindoshlar. Rasulullohning hadisi bilan keltirilgan. Bir go'sht borki, bu isloh bo'lsa, butun jasadning hammasi isloh bo'ladi. Buning qo'mondonligi demoqda chunki hammasi. Agar bu buzilsa, va iza fasadat fasadal jasadu kullu. Buzilsa, butkul jasadning hammasi shunga buzildi. Buningga tabi bo'lmaydigan gap. Ala va huval qalb. O qalbdir dedi payg'ambar alayhissalom. Ya? Shuning uchun qadrli qarindoshlar, iymonimizning xulosasining hammasi bu qalbimizga yo'g'lindigan, qalbimizda bo'lgan bu qalbimizni poklash uchun, buni eng go'zal shakldagi, eng sof qalblik, eng taqvodir mu'minlardan bo'lishimiz uchun bunga kerakli bo'lgan yo'llarni Robbimizning ma'rifatini qalbimizga to'ldirishimiz kerakki, biz ana shu kunda yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim degan shu kunda, o kunda mal dunyomi, bola chaqalarimizni hech bir narsa manfaat bermaydi dedi Alloh. Faqat va faqat Allohga sog'lom qalb bilan kelgan kishidan boshqa hech kimga mal dunyosi, bola chaqasi asqatmaydigan shu kunda Robbimizning dargohida biz qutulishimiz uchun, biz nijotlikka erishishimiz uchun biz ana shunday pok qalblik, sog'lom qalblik kishilardan, mu'minlardan bo'lishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Shuning uchun biz Asmaulloh darslarimiz ham, Allohning go'zal ismlari haqidagi darslarimiz ham, uning nishoni nima degan vaqtimizda bu darslarimizning, bu programmamizning nishoni nima degan vaqtda insonning Rabbimiz tarafga ana shu sog'lom qalblik mu'minlardan bo'lishqa, shu mu'minlar ilishqa, shu mu'minlarda bo'lishqa tegishli sifatlarga o'zimizni ega qilish uchun o'rganiladigan, qilinadigan programma, qilinadigan dars qilib. Qalbimiz bilan ahdilashishimiz, qalbimiz bilan so'zlashishimiz kerak. Qalbimiz bilan ahdi berishib, buni haqiqiy Robbimizning roziligi tarafga yetlab, uni shuningga majbur qilib yetaklab mangadigan shunday mu'minlardan bo'lishimiz kerakki, Alloh bizni o'z dargohida haqiqiy nijotga erishgan mu'minlardan qilsin. Qadrli qarindoshlar, biz vaqt munosabati bilan bu yerda Al-Quddus ismining birinchi bo'limini, ya'ni hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz har bir ismni ikki bo'limda, birinchi, ikkinchi bo'lim qilib oxirlashtiryapmiz. Shuning uchun biz bu Quddus ismining birinchi bo'limini vaqt munosabati bilan biroz istirohat beramiz. Inshaalloh istirohatdan keyin yana ikkinchi bo'limni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Bismika nahya rabbana والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين